هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Ra'd suresi 7. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dektanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Ra'd suresi 7. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kuffarlar nemişki onunğa Rabbi tarafidan birer mucize nazil bolmadı deyişidi. Sen fakat bir agahlandırgıcı, her kavminin bir hidayet kılgıcısı, yani peygamberi boludu. Mucizelerge kelsek o Allah'ın ilkideki iş. Müşriklarning mucize talep qilishi ve ularga berilgan reddiye. Allah Teala müşriklarning kufrlik qilish ve haqqa qarshi chiqish yuzasidan mundaq deydiganligini xabar qiladi. Nemishqa u bizga Rabbi tarafidan xuddi ilgari avatilgan payg'ambarlar qavmiga mucize ilib kelgandek mucize ilib kelmaydi. Müşriklar yana Muhammad alayhissalomga Safa tağını bizge altın kılıp bergen, bu tağını orundan yütkü etken, onun ornunu güllengen, erik östende sula akıdığan caylar kılıp bergen digenge okşaş, orunsuz taleplerini koyuşkan idi. Allah Teala bu vakti mındaq degen. Qureysh müşrikleri talep kılgan, mucizelerini meydana keltirmeslikimiz fakat burun qila, yani ilgirki ümmetlerinin mucizelerini yalğanğa çıkarganlık üçündür. Sen fakat bir agahlandırgıcı, yani senin mesuliyetin fakat Allah seni yetkizişki buyurgan Allah Teala'nın emir fermanlarını yetkiziştir. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularını hidayet kılış senin mesuliyetin emas. Sana tapşırılgan vazife fakat kişilerge Allah'ın vahiysini yetkiziştir. Lekin Allah halagan bendesini hidayet kılıdı. Her kavminin bir hidayet kılgıcısı, yani peygamberi boludu. Mucizelerge kelsek ulanın ilkideki iş Ali İbni Ebu Talha İbni Abbas'ın mundaq degenligini rivayet kılıdı. Her bir kavminin Allah Teala tarafı çağırdığan bir davetçisi boludu. Allah Teala bu vakti mundaq degen. Qandaqlı bir ümmet bolmasun, onunğa peygamber kelgen. Qatada ve Abdurrahman İbn Zeyd qatarlıqlarmı bu ayetni yuqoriga o'xshash tafsir qildi. Her bir hamildar ayolning qo'siqidikini Allah biladi. Yani oğul mu kız mı, bir mu köp mu, çoğun mu küçük mu, çıraylık mı sert mu, baxtlik mu baxtsiz mu, ömrü uzun mu kısqı mı, hemmisini Allah biladi. Bachchidanlarning kichiklab ketganligi yoki yo'g'onab ketganligini mi, yani balaning muddati to'shmay tug'iladiganligini yoki muddati eshib ketib tug'iladiganligini Allah biladi. Allah'ın dergahida hemme nese ölçemliktir. Allah mehbi ve aşkar işlerinin hemmesini bilgüçüdür. Hemmeden büyüktür, hemmeden üstündür. Fakat Allah Teala'nınla gayibni bilgüçü işkenlik. Allah Teala özünün hemme nesini toluq bilip turduğanlıqını, onunğa hiç nesinin mehbi kalmaydıganlıqını, bütün canlıklarının kişilerden qo'saq ko'tirganlarning
rahmidagi törelmelerini biladiganligini xabar qiladi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Bachchidanliklarning nima ekanligini, ya'ni o'g'ilmi, qizmi, bejirimmi, kamtikmi, baxtlikmi, baxtsizmi Allah biladi. Ya'ni Allah Taala baliyatqudagi törelmening o'g'il yoki qiz, chiroyli yoki sat, baxtsiz yoki baxtli ekanligini, ömrüning uzun yoki qisqa bo'ladiganligini bilib turdi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Allah sizlarni zamindan yaratgan chaqdagi vaqtinglardan tatib ananglarning qo'saqlaridagi bala vaqtinglardan tatib obdan biladi. Allah sizlarni ananglarning qornida bir holatdan yana bir holatga taraqqiy qildirib, ya'ni abi meni ondan laxta qon, ondan parça göç basqıçlarına bölüp 3 qarang'uliq, ya'ni bala hamrohining pardasi, bachchidan va onaning qo'sig'i ichida yaratdi. Ya'ni Allah Taala sizlarni baliyatquda basqıçdan basqıchga taraqqiy qildirib yaratdi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Biz insonni haqiqatan layning javhiridan yaratdik. Ondan uni bir puxta qarorgoh, ya'ni bachchidanda joylashgan abi mani qildik. Ondan abi manini laxtqonga aylantirdik. Ondan laxtqonni parcha go'shtga aylantirdik. Ondan parcha go'shtni so'ngakka aylantirdik. Ondan so'ngakka go'sht qo'ndirdik. Ondan uni jon kirgizib başka məxluqa aylandırdık. En mahir yaratquchi Allah hikmet ve kudret cihetten uluqdur. La ilahe illallah. İmam Bukhari ve Müslim İbn Mas'ud radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivayet qiladi. Şek şübhisiz ki sizlar yaratiladigan abi meni anının balı yatqısıda 40 gün turdu. Ondan uyul qan holatida 40 gün turdu. Ondan parça go'sht holatida 40 gün turdu. Ondan Allah Taala onunğa bir farishta avatidi. Farishta 4 ishni, rizqni, ömrni, amalini ve baxtsiz yoki baxtlik bo'ladiganligini yezishga buyuriladi. İmam Bukhari ve Müslim Peygamber aleyhisselamның yana mundaq deganligini rivoyat qiladi. Farishta: "Ey Rabbim, bu can o'g'il bo'lamdi yoki qizmi? Ey Rabbim, bu baxtlik bo'lamdi yoki baxtsizmi? Uning rizqi qandoq bo'ladi? Ömrüçü deydi. Allah Taala bularni aytib berdi. Shuning bilan farishta yazadi. Bachchidanlarning kichiklab ketganligi yoki yo'g'inab ketganligini, ya'ni balaning muddati to'shmay tug'iladiganligini yoki muddati ishib ketib tug'iladiganligini Allah biladi. İmam Bukhari İbn Umar radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. G'ayb ilmning ochqichlari 5 tur. Uni Allah Taaladan boshqa hech kim bilmaydi. Ya'ni ata nima ish bo'ladiganligini, baliyatqudagi balaning muddati to'shmay tug'iladiganligini, yomg'irning qachon yog'adiganligini, har qanday odamning qayerda o'ladiganligini, qiyomatning qachon qoyim bo'ladiganligini Allah Taoladan boshqa hech kim bilmaydi. Avfi ibn Abbas radiyallahu anhumaning bachchidanlarning kichiklab ketganligi yoki yo'g'inab ketganligini,
ya'ni balaning muddati to'shmay tug'iladiganligini yoki muddati ishib ketib tug'iladiganligini Alloh biladi degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolo baliyatqudagi balaning tug'ilish muddati to'shishdan burun tushib ketadiganligini yoki baliyatqudagi balaning kun sayin yo'g'inab muddati to'shib tug'iladiganligini biladi. Bu shuning uchunki ayollar ichida 10 oy qo'saq ko'taradiganlarmi, 9 oy qo'saq ko'taradiganlarmi bor. Uningdan ortiq qo'saq ko'taradiganlarmi va uningdan az qo'saq ko'taradiganlarmi bor. Ana shu Alloh taolo tilga olgan baliyatquning kichiklab yoki yo'g'inab ketishidan iboratdir. Bularning hammasi Alloh taoloning bilishi bilan bo'ladi. Qatada Allah'ның dergahida hamma narsa o'lchamlikdir degan oyatni mundaq tafsir qiladi. Ya'ni Alloh taolo mahluqotlarning rizqini, ajlini oldin ala o'lchamlik belgilab, uningga muayyan muddatni bekitdi. İmam Buxoriy mundaq deydi. Peygamber aleyhisselamның qizlaridan biri Peygamber aleyhisselamga odam avatib, o'g'lining sakratga tushib qolganligini, uning darhol kelishini umid qiladiganligini aytdi. Peygamber aleyhisselam qiziga odam avatib, shek shubhisizki Alloh taolo xohlagan narsani elib ketadi. Xohlagan narsani berdi. Hamma narsa Alloh taoloning dargohida muayyan muddat bilan belgilangandir. Qizimni sabr qilishga va Alloh taolodan savob umid qilishga buyuringlar dedi. La havla va la quvvata illa billah. Allah maxfi ve aşkar işlarning hammasini bilguchidir. Ya'ni Allah bendiler ko'rib turayotgan ve ularga yo'shirin bo'lgan ishlarning hammasini bilib turdi. Uningga hech narsa maxfi qolmaydi. Allah Teala hammadan büyüktür, hammadan üstündür. Sizlarga bunu bildirishim Allah'ның hammaga qodir ekanligini ve Allah'ның hamma narsani to'liq biladiganligini bilishinglar uchundir. Allah hamma narsani boshqaruvchidir. Hamma narsa Alloh taologa bo'ysunguchidir. Bendilar Alloh taologa ixtiyoriy ve ixtiyorsiz holda bosh egidir. Sizlarning ichinglardan yo'shirin so'z qilgan, oshkor so'z qilgan, kechisi yo'shiringan, kunduzi oshkori yurganlarning hammasi Alloh uchun aytganda o'xshashdir. Ya'ni Allah hammani bilib turdi. Her bir odamning oldi keynida Allohning amri bo'yicha uni qo'g'daydigan navbatchi farishtalar bor. Her qandoq bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmagicha, ya'ni Allohning bergan ne'matlariga tuzkorlik qilib gunohlarga cho'mmagicha Allah ularning ahvolini o'zgartmaydi. Ya'ni Allah ularga bergan ne'mat, xotirjamlik ve izzat hurmatni ilib tashlamaydi. Allah birer kavmni halak qilmoqchi yoki azoplamoqchi bo'lsa, uningga qarshi turg'ili bo'lmaydi. Ularga azobni dab'i qiladigan Allohdan boshqa egimi bo'lmaydi. Alloh taolaning ilmining oshkora ve yoshirin narsalarning hammasini o'rab turadiganlik. Alloh taolo bu oyatda o'zining ilmining bütün mahluqotlarni o'rab turadiganligidan, ularning ichidan yoshirin so'z qilgan ve oshkor so'z qilganlarning hammasining o'zi uchun aytganda o'xshash ekanligidan xabar berdi. Allah uni anglab turdi. Uningga hech narsa maxfiy qolmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq degan: agar sen oshkor so'zlasang yoki yoshirin so'zlasang, Allah'ның nazarida o'xshashdir. Chunki u sirni ve uningdanmi maxfiyroq ishlarni bilib turdi. Sizlarning yoshirin ve oshkor ishinglarni bilib turg'uchi.
Ayşe radıyallahu anha mındaq deydi. Hamma ovozlarni anglab turg'uchi Allah paktur. Allohning nomi bilan qasamki, eri to'g'risida shikoyat qilib, munozirlashguchi bir ayol payg'ambar alayhissalomning qishig'iga keldi. Men uyning bir tarafida edim. U ayolning ba'zi so'zlari menga ochiq anglanmayotdi. Allah Taala bu vaqtda bu oyatni nozil qildi. Allah haqiqatan eri to'g'risida sen bilan munozirlashgan va Allohga shikoyat qilgan ayolning so'zini angladi. Allah ikkinglarning so'zinglarni anglab turdi. Allah haqiqatan anglag'uchidir, ko'rguchidir. Kechisi yoshiringan, kunduzi oshkor yurganlarning hammasi Allah uchun aytganda o'xshashdir. Ya'ni Allah hammani bilib turdi. Ya'ni kecha qorong'uligida uyning ichkarisiga mukib olgan, apaq oydinda yoki kunduzda ochiq oshkori mang'anlarning har ikkilisi haqiqatan Allohning bilishida o'xshashdir. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Rastla ular kiyimlari bilan chumkilib olganlarida sen qaysi holatda bo'lmagan, Qur'ondan qaysi narsani o'qimagan, sizlar qaysi bir ishni qilmanglar, uning bilan bo'layotgan vaqtinglarda hamon biz sizlarni kuzatib turamiz. Osmon zimindagi zarra chaqliq narsa va uningdan kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysisi Allohning bilishidan chetda qolmaydi. Ularning hammasi lavhil mahfuzda xotirlangandir. Alhamdulillah. Qo'g'dug'uchi farishtalar to'g'risida. Her bir odamning oldi keynida Allohning amri bo'yicha uni qo'g'daydigan navbatchi farishtalar bor. Ya'ni her bir bandini qo'g'daydigan farishtalar bo'ladi. Farishtalar uni kech kunduz balolardan va hodisalardan saqlaydi. Shundaqla uning yaxshi yomon amalini navbatlashib yozadigan farishtalar bo'ladi. Farishtalarning bir qismi kunduzdagi amallarni yozadi, yana bir qismi kechidagi amallarni yozadi. Ikki farishta har bir odamning o'ng va so'l tarafida turib, uning amallarini yozadi. O'ng tarafdagisi yaxshi amallarni, so'l tarafdagisi yomon amallarni yozadi. Boshqa ikki farishta uni birsi oldidan va yana birsi orqadan qo'g'daydi. Shunda qilib kunduzi ikkisi uni qo'g'daydigan, ikkisi uning amallarini yozadigan to'rt farishtaning orasida, kechisi to'rt farishtaning orasida bo'ladi. Imom Buxoriy payg'ambar alayhisalomning bu vaqtda mundaq deganligini rivoyat qiladi. Farishtalar navbatlashib kechida bir qismi va kunduzi bir qismi sizlarni qo'g'daydi. Ular fajr namozi va asr namozida navbat olmish uchun jam bo'ladi. Kechida sizlar bilan birga bo'lgan farishtalar Allohning dargohiga o'rlaydi. Allah ulardan sizlarning nima qilayotganligingizni bilib turib, mening bandalarimdan qanday holatda ayrildinglar deb so'raydi. Ular biz kelsak ular namoz o'qib yetibdi-ekan, biz ulardan ayrılgandımı, ular namoz o'qib qoldi deydi. Subhanalloh. İmam Ahmad Abdullah'dan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Sizlardan har bir odamga jindan bo'lgan hamroh, ya'ni shayton va farishtadan bo'lgan hamroh muakkal qilindi. Sahobalar, ey Allohning payg'ambari, sana mı muakkal qilinamdı deganda payg'ambar alayhissalom menga mı muakkal qilinadi, lekin Allah şeytanga qarshi menga yordam berdi.
Şeytan meni faqat yaxshi ishni qilishimdan boshqaga buyurishga qodir bo'lolmaydi dedi. İbn Ebu Hatem İbrahim'nin mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Taala İsrail avlodidan kelgan payg'ambarlardan biriga qavminga aytqinki, Allah Taolaga itoat qiladigan biror shahar aholisi yoki biror oila bo'lib, ondan ular Allah Taolaga itoat qilishdan Allah Taolaga osiylik qilishga yuzlanib ketsa, Allah Taala ularning yaxshi ko'radigan narsalarini yomon ko'radigan narsalarga o'zgartirdi deb vahiy qilgan. Bu mazmunni Allah Taolaning kitobidagi bu oyat tasdiqlaydi. Har qanday bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmagicha, ya'ni Allohning bergan ne'matlariga tuzkorlik qilib gunohlarga cho'mmagicha, Allah ularning ahvolini o'zgartmaydi. Ya'ni Allah ularga bergan ne'mat, xotirjamlik va izzat hurmatni ilib tashlamaydi. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Ra'd suresi tefsirinden 11. ayetkiçe anladınlar. Ahirini keyin qitimda o'qishimizda davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.